Agarda siz har bitta ishdan oldin qo'lingizni yuvadigan bo'lsangiz va bo'lar bo'lmas holatda bitta cho'milib qo'lni yuvib yuradigan bo'lsangiz, har xil mikroblar sizga yuqishidan qo'rqadigan bo'lsangiz, men sizga hozir bitta fakt aytaman. Shu ishni kamroq qilishni bor. Do'stlar, shunaqangi kasallik borki, hozir juda ham ko'p aholida kuzatilyapti va buni uchrash chastotasi, bu kasallikni uchrash chastotasi yildan yilga oshib boryapti. 2030-yilga borib, rivojlangan davlatlarning 50% dan ko'p aholisida bu kasallikni uchrashi mumkinligi gipoteza ko'rinishida aytilyapti. Bu kasallik do'stlar allergiya, ya'ni allergik dermatit, allergik rinit, atopiya va allergik astmalar haqida gap ketdi. Aynan shu kasalliklarni qanday qilib oldini olish haqida masalagi hozir isbotlangan, ya'ni validated medicine deymiz, ya'ni tasdiqlangan tibbiyotda isbotini topgan bitta faktni sizlarga aytib bermoqchiman. Do'stlar, qancha biz atrof muhitdagi nopatogen bakteriya viruslarning ta'siri ostida bo'ladigan bo'lsak, shuncha bizda allergik reaksiyalarni uchrash ehtimoli va ularning rivojlanish ehtimoli ancha pasayadi. Keling, masalagi bu narsani oxirgi qilingan statistik ma'lumotlarga tayanib aytib beraman. Misol uchun 2011-yilda chop etilgan PubMeddagi maqolaga ko'ra, haligi mahalliy hayvonlari bor bo'lgan, aytaylik, kuchukli boqyapti yoki haligi qo'y boqadi yoki bo'lmasa fermasi bor bo'lgan odamlarning bolalarida shahardagi bolalarga nisbatan do'stlar allergiyani, ya'ni atopiyani, astmani uchrash chastotasi ancha kamroq ekan. Yoki ikkinchi misol, New England Journal of Medicine'da 2011-yilda chop etilgan maqolaga ko'ra do'stlar, demak, bitta bola, tasavvur qilaylik, bitta o'zi katta bo'lgan va ikkinchi oilada 6 ta bola, ya'ni 6 ta akasi bor. Demak, o'zi 7-farzand, ya'ni ko'p bolalarning orasida katta bo'lyapti. Aynan shu ko'p aholi, ya'ni ko'p aka-ukalari bilan katta bo'lgan odamlarda allergiyani, allergik astmalarni uchrash chastotasi bir necha bor kamroq bo'lgan. Xo'p, bu nimalarni gapiryapti do'stlar? Keling, uchinchi misolni ham aytaman do'stlar. Qancha aytaylik tuproqlarga yoki nopatogen bo'lgan haligi hayvonlar bilan, uydagi hayvonlar bilan yoki bo'lmasa o'yinchoqlar bilan juda ham ko'p kontaktda bo'lgan bolalarning statistikasi ma'lumotlariga qaraganda, ularda allergik dermatit va astmalarni uchrash chastotasi 6 yoshgacha bo'lib hisoblangan. Aynan 6 yoshgacha bo'lgan bolalarda hisoblanganda, demak, mana shu nopatogen bo'lgan bakteriya viruslarning ta'siri ostida bo'lganda astmani uchrash chastotasi ancha pastroq bo'lgan. Kerakli masalaga buni ilmiy tushuntirib beraman. O'zi allergiya nima va tashqaridagi bakteriya viruslarga organizmni immuniteti qanday kurashadi va bu ikkita jarayon qanaqa qilib bir-birini istisno qilyapti. Keling, shuni tushuntirib beray sizlarga. Allergik reaksiya deganda biz tashqaridan tushgan biror bir moddaga, mana organik modda bo'ladi ko'proq, organizmning giper reaksiyasi. Shu sababli bizning normal hujayralar ham o'zimizning immun hujayra tomonidan zararlanadi. Misol uchun astmada, toshma toshganda yoki rinit bo'lganda o'zimizning immun hujayralar, o'zimizning immunoglobulin E'lar, o'zimizning eozinofillar, demak, o'zimizning hujayrani, sog'lom hujayralarni jarohatlaydi. Va bu reaksiyada, bu jarayonda keling, ozgina ilmiy terminlarni ishlataman. Th2 deymiz, ya'ni T helper, ya'ni limfositlarni, T limfositlarni helper tipi bo'ladi, ya'ni turi bo'ladi. Ularning ikkinchi tipi, ya'ni Th2 deymiz. Aynan shu hujayralar, demak, allergik reaksiyalarni keltirib chiqaradi. Tashqaridan bizga bakteriya va viruslar ta'sir qilganda-chi, misol uchun nopatogen haqida gap ketyapti. Nopatogen bakteriyaga qarshi organizm javob reaksiyasi, demak, Th1, ya'ni helper T cellslarning birinchi tipi tomonidan amalga oshadi. Va eng qizig'i mana shu Th1 bilan Th2, ya'ni helper hujayralarning birinchi va ikkinchi tipilar bir-birini bloklaydi. Ya'ni qancha ko'p bakteriya virus bizga ta'sir qiladigan bo'lsa, unga qarshi kurashganda Th1 oshadi va u allergiya keltirib chiqaradigan Th2 ni bloklaydi. Keling, shuni aniqroq qilib aytaman, ya'ni soddaroq tushuntirib beraman. Qancha biz nopatogen bo'lgan bakteriyalarning ta'siri ostida bo'ladigan bo'lsak, bu qanday amalga oshadi? Aka-ukalar bilan ko'p o'ynash, yosh bolalik haqida gap ketyapti. Chaqaloqlarni, yosh bolalarni, 1-2 yoshli bolalarni o'yinchoqlar bilan, tuproqda o'ynashi yoki bo'lmasa ko'p hayvonlar bilan kontaktda bo'lishi va eng qizig'i, hattoki ichakdagi mikroflorani sog'lomligi ham katta rol o'ynaydi. Ichakdagi bakteriyalarni normalligi ham, demak, allergik reaksiyalarni uchrash chastotasini kamaytiradi. Buni isboti sifatida do'stlar, PubMedda chop etilgan ko'p antibiotik ichgan, ichakdagi mikroflorasi buzilgan bolalarda allergik astma va atopiyani uchrash chastotasi ancha yuqoriligi bilan isbotlangan. Demak, ichakdagi mikroflorani bakteriyalari ham, demak, bizda Th1 ni ko'payishini va shu orqali allergiyaning kamayishini, demak, ko'rsatadi. Xulosa qilib aytaman, agarda biz
yoshligidan bolalarni mana shu nopatogen bo'lgan bakteriya viruslarni ta'siri ostida ko'p qiladigan bo'lsak, ko'p qoldiradigan bo'lsak, ya'ni hadeb yuvintirmasak, hadeb sovunlab qo'lini yuvintirmasak, hadeb haligi hayvonlardan uzoqroq tutmasak, hadeb uni himoya qilmasak, do'stlar, mana shu holatda biz juda ham ko'p normal patogen bakteriya viruslarni ta'sir ostida qoldirgan bo'lamiz va bu do'stlar allergiyani foizini kamaytiradi. Xulosa o'rnida bitta narsa aytib ketmoqchiman do'stlar. Hech qachon men hozir aytayotgan gapim ko'p bakteriya virus allergiyani kamaytiradi degani emas. Har xil bakteriya viruslar nopatogen kasallik chaqirmaydigan o'zimizning mikrofloradagi bakteriya viruslar haqida gap ketyapti. Aynan shu bakteriyalar ta'sir ostida ko'p bo'lish allergiyani foizini kamaytiradi. Lekin agarda ko'p aytaylik, qo'lni yuvmasdan ko'p narsa yeyish, shu orqali patogen virus bakteriyalarning yuqishi bu umuman boshqa mavzu. Sochon ko'ksaki viruslar yoki bo'lmasa diareya chaqiradigan boshqa bakteriya viruslarning yuqishi bu umuman boshqa mavzu. Xullas, nopatogen bakteriya viruslar qo'llarni ayrim paytda og'ziga solishi, ayrim paytda qo'llarni yuvmasdan o'yinchoqlarni o'ynash. Mana shu holatlar do'stlar bizda qo'yib berishimiz kerak bo'lgan qismlar ekan. Agarda do'stlar allergiya bilan bog'liq bo'lgan qanaqadir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, ya'ni hozir men aytmagan ayrim jihatlari bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldirib keting. Men har bittasini o'zim o'qib chiqaman va sizga batafsil javob beraman. Va eng qizig'i, bunaqa videolarni qo'yib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lishni esdan chiqaring. O'zingiz ehtiyot qiling.